Ana hayda. Ana bu boshqacha bo'ldi. Asta-asta amortizatorni ko't qilasan. Asta-asta. Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasasiga grantga o'qishga kirishdan ham qiyin bo'lib ketgan narsa bu albatta haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritish. Agar sizda ham mana shunaqa muammolar duch kelib, guvohnomalarni ola olmayotgan bo'lsangiz yoki har xil avtomaktablarga litsenziyasi yo'q maktablarga topshirib qo'yib aldangan bo'lsangiz, buni yechimi bor. Uchko'prikning markazida joylashgan Premier Drive avtomaktabiga tashrif buyuring. Bu yerda o'qib 100% lik natija bilan kafolatlangan tarzda avtomobil haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiriting. Ayni damda bizning avtomaktabimizda ayollarimiz uchun, ayol instruktorlarimiz, ya'ni ayol haydovchilarimiz ham bor. Buning uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Avtodrive avtomaktabining o'quvchilari nazariy imtihonlarga, test jarayonlariga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Agar sizga qayta tayyorlov kurslari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda bir haftalik qayta tayyorlov kurslari ham mavjud. Manzilimiz Uchko'prik tumani markazida joylashgan bolalar musiqa maktabining ro'parasida. Telefon raqamlarini qoldiramiz, telefon qilasiz va tushuntirishadi. Bizning litsenziyalarimiz ham albatta mavjud. Bemalol litsenziyalarimizni ham kelib tanishishingiz mumkin. Xizmatlar kafolatlangan. Eng zo'r mutaxassislar maktabimizda. Premier Drive sizning o'qishingizni kafolatlaydi.